Hop, assalomu alaykum. Bizni barakali savdomizda ashaddiy muxlislar va biz tasodifiy ko'rib turgan aka-ukalar, chorva ishqibozlari, qo'y ishqibozlari. Akalar, xudo xolasa bugungalikka kechagindan ham zo'r, har kungidan zo'r so'rovladi. Husan ukamiz yana aytib kelibdilar. Xudo xolasa bugun hafta kunimizga payshanba, hop 8-dekabr, yanvar 2026-yil. Xudo xolasa video sevib kelamiz. Yana shu Husan ukamizning xonadonlaridan boshlayapmiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Jarchamoqda. Qo'ylar zo'rnab qoldingizmi? Zo'r keldi, Asror aka. Charchama. Xudo xolasa endi bir maketdan ko'rsatamiz, ha? Bir maketdan ko'rsatamiz, xudo xolasa. Xo'p, akalar, mana bir maketlik bilan qo'ylarni ko'rsatamiz. Husanboy, xudo xolasa har kunga aytganimizdek sonidan emas, lekin xudo xolasa sifatidan, zotidan a'lo darajasida yig'ib kelyapsiz, ha? Yig'ib kelyapsiz aka. Xudo xolasa barakallah. Qo'llab-quvvatlab tursa, bundan zo'rlari ham keladi aka, xudo. Hali bundan ham zo'rlari yetib keladi. Qo'llab-quvvatlab, like bilan kommentariyani, obunani bosib tursin aka, xudo xolasa keladi zo'rlar. Shashanboy xonim, Ha, Asror aka. kechagini ko'rinmadingiz? Ha, kechagina ish bor edi. Ish bor edi. Ana xudo xolasa bugun Hasanboy Husanboy aka-ukalar qo'ylarni zo'rlarda yig'ib kelibdi. Xudo xolasa bular qanaqa zot Husanboy? Afg'on zoti. Afg'on zotidan akalar mana. Ekstrer bo'yicha, xudo xolasa seleksiya qilaman degan akalarimizga juda mos keladigan so'lovlarimizdan yetib kelibdi akalar. Xudo xolasa naq bo'g'osidan, chiroyiga, sifatiga har tomonlama akalar xudo xolasa qo'ylarimiz zo'r ekan. Xudo xolasa akalar bizni qo'llab-quvvatlab, like, kommentariyalar yozib, podlistiya qilib, qarindosh urug' gruppalarga tarqatib tursalaring, mana bundaqa so'rovlarni zo'rlaridan, velikanlaridan, ekstrerga boylaridan chiqarib berishga biz harakat qilamiz akalar, xudo xolasa. Xo'p, bir ikkita negativlarimiz ham bo'lyapti ekan. Husanboy, xudo xolasa ularga ahamiyat bermagan holda biz videolarni boshlaymiz. Qo'ylar sotildimi Husanboy? Qo'ylarga sotildi. Qayerga sotildi? O'zimizga aka. O'zimiz Namanganga. Namangan tuman Gulduroqqa sotildi. Gulduroqqa sotildi. Ko'rib turganmisizlar, nima qilsinlar? Like bilan obuna bosib qo'ysin aka. Kommentariyaga yaxshizonlar qoldirib qo'ying, tog'a. Xudo xolasa ko'zimda oldi, baraka bo'ldi. Xo'p, Husanboy ukamiz kecha so'rovlarni sotdilar. Hop, kecha so'rovlar o'zimizning Namangan tumani Gulduroq qishlog'iga sotildi. Kelib olib ketishdi. Xudo xolasa qo'y chiqarib yubordingizmi? Qo'y turibdi aka. Qo'y turibdi. Zakalat berdingizmi? Zakalat berib ketishdi aka. Zakalat berib ketishdi. Endi chiqarib berasiz. Xudo xolasa akalar, qo'ylar yoqqan bo'lsa, bittadan like, kommentariyani yaxshilab izohlarni qoldirib tursalaring, biz video syomkalarimizni boshladik. Xo'p, Husanboy, bularda yeb ichishiga sog'lik salomatligi qanaqa? Aka, garantiyasi bor har kunga. Har kungida garantiyasi bor. Mana shu qo'yda bir oldilarini ham ko'rsating Husanboy. Jonivor. Akalar mana. Egiz tumonlarigacha bor ekan, oldayoq kengliklari, kastaklari. Mana akalar, bir joyda turmagan qo'y. Dalani vaji ekan. Ammo juda bir boshqacha narsa ekan akalar, qaranglar. Yuzlarini. U afg'onda qulog'i nima kichkina bo'ladi Husanboy? Afg'on o'zi shunaqa bo'ladi. Afg'onda qulog'ini afg'onda o'zlari kesib qolishadi. Ha, shunday. Quloq qo'y ketsa ham quloq olsin deyshadimi, bilmayman. Juda antiqa qilib kesishdi mana bunisini qulog'iga qaranglar. Quloqni uzib tashamabdi, tagi mana. Xudo xolasa Husanboy so'lovlarimiz naq bo'g'oz. Naq bo'g'oz aka. Naq bo'g'oz. Xudo xolasa 3-4 kun ichida tug'adi. Xo'p. Xudo xolasa hozir bir maketligini ko'rsatamiz akalar mana. Qo'ylarni bir qator oldilariga e'tibor berasiz. Hasanboy, mana shu qo'yda bir tishlarini ham ochib, yoshliklarini ham bir ko'rsatib ketdimchi? Mana akalar. 4 tish ekan. Xudo xolasa bunisi Husanboy. 6 tishga o'tdi endi. Bunisi 4 tishdan 6 tishga o'tibdi. Xudo xolasa. Voy jonivor. Bugun erta tug'ib qolish kerak, Husanboy bu. Bugun erta tug'adigan sog'liq ekan akalar. Mana qorinlarga bir ahamiyat berib qo'yinglar. Xudo xolasa egiz tug'ib qolsa, ha? Baxtlari. Xudo xolasa egiz tug'ib qolsa juda baxtlari. Bunisini dalillarigacha bor ekan, egiz tumonlarigacha. Mana ollarni ham bir ko'rsatib qo'ying. Mana. Xudo xolasa o'ta go'zal variantlardan kelibdi. Bunisi ham bo'g'ozmi? Bunisi ham bo'g'oz aka. Bunisi ham bo'g'oz, ana qorinlar solib yotibdi. Endi qo'ylarni bir qator arqalarini ham ko'rsataylikchi. Mana jonivorlar. Tagini qaranglar akalar. Mana. Bunisini ham mana. Xudo xolasa uzunliklari ham juda uzun. Dumbalari osilib ketmagan variantida, shu tikka variantda. Xudo xolasa arasham qo'chqonlaring bo'lsa, mashsololarga qo'shsalaring akalar. Xudo xolasa ertaga ekstrer bo'yicha, chiroy bo'yicha liboy tomonlama aytaveradigan qo'ylardan bo'ladi. Uzunliklariga bir ahamiyat berib qo'yinglar akalar.
uzunliklariga, mana jonivorlar sifatlariga bir qator ahamiyatlar berib qo'yasizlar. Yoshlarliklarni aytdik. 4 tushga 6 tush. Yangi 6 tush o'tgan, ha? Yangi 6 tush o'tgan. Xo'p, hisobi buni sog'lig'imiz 1-2 kun ichida tug'ib qolish kerak, xudo xolasa. Juda yaqin ekan. Xo'p, kommentariyada ko'zim tushdi. Videoni ko'p cho'zyapsizlar, o'zi 2 ta 3 ta qo'yapsizlar. Na haliga vaqtini ko'p cho'zib o'ryapsizlar, narx-navosini, qo'yni tez-tez narxini aytib o'tinglar deyapsizlar. Akalar, bu qo'ylarni gapirmasak, qaysi qo'ylarni gapiramiz? Xudo xolasa, buni tushungan odam bir qator o'zi eshitib, o'zi olaveradi akalar. Qo'ylarni. Mana bashiralarini qaranglar. Husanboy, aka. bularni narxini xudo xolasa yengilroq qilib qo'yib berasiz. Bularni ham xudo xolasa sotiladi. Shunday, sotamiz. Maqsad sotish. Shunday. Har kungida xudo xolasa har kuni yangi videolar qo'yib borishda harakatini boshlaymiz. Har kundan zo'rlari ham keladi. Har kungidan zo'rlari ham keladi. Xudo xolasa akalar, Husanboy ukamizni qo'llab-quvvatlab tursalaring, har kungidan zo'rlardan, dahshatlardan, velikanlardan olib keladilar. Xudo xolasa endi bularni ham bir parametrlarni o'lchab o'taylik, keyin narx-navolarni tanishtiramiz, ha? Xudo xolasa parametrlarni o'lchab beramiz, ha? Akalar mana. Mana. Ko'pchilik yerdan o'lchamayapsan, boshqa qilmayapsan deyapti, akalar mana. Tagi semindan chiqqaniga pul beraverasizlar mana. Metr qayrilgani yo'q, boshqa qilgani yo'q. Tekis turibdi, ana chiqqaniga pul beraverasizlar. Zavi mashq qo'ydimda sal tortingchi endi. Xo'p. Mana akalar. Yerdan balandlik yana. O'zlarining chiqqaniga pul beraverasizlar. Uzunliklarni ham bir qator o'lchab qo'yaylik. Akalar mana. Nima deyapti uzunligi? Metr plus. Bunisiga ham o'lchaylik. Mana akalar. Bunisi mana chiqqaniga pul beraverasizlar. Bunisi salkam metr ekan. Lekin qo'ylardi, chiroyiga, ekstreriga o'zim ham shikoyat bo'ldim. Endi bunaqasiga qo'yinglarchi qo'yiladi. Mana jonivorlar. Bir qator ahamiyat berib qo'yasizlar. Xo'p akalar, bu qo'ylarni boqsalaring, ertaga zo'r natijalarga erisalaring, biz ham xursand bo'lamiz. O'zimizni vodiyda, yo'qolsa o'zimiz O'zbekistonda zot yo'nalishida ko'paytirsalaring, bizga ham manfaat tegadi. Xudo xolasa, ertaga o'zimiz sotgan qo'ydan o'zimizdan faxrlanamiz. O'zimizga ham kerak bo'lsa, xudo xolasa kelishib o'zimiz ham olishimiz mumkin. Xudo xolasa. Husanboy endi bulardan narx-navosini cho'zmay bo'ladigan qilib narx-navosini qo'yib berasiz. Xudo xolasa obunachilarimiz olishadi. Bo'ldi. Narx-navosiga keladigan Husanboy, narxini ayting. Ey jonivori. Ana akalar. Aka, xolasa obunachilarimizga 1,5 ming dollar yetkazib beraman. Voy, Husanboy videoni o'chirib qo'ya qolaymi? Yo'q aka. Bo'ladigan bo'ldan qilib gapiring. 1300 dollar berishadi yetkazib beraman. 1300 dollar berishadi yetkazib beraman. 1300 dollar ekkovmi? 1300 dollardan. 1300 dollar biz o'zim olib qo'raman deb turadi. Yo'q. 1300 dollardan ekkovi. Ha, olasizlar. Qayergacha dastlabki qilib berasiz? Samarqandga yetkazib beraman. Samarqandga yetkazib berasiz. Bo'ldi aka. 1100 dan berishadi. Yo'q aka. 1300 dollardan men aka sotdim. Va unadimi? Endi naq bo'g'oz 1-2 kun to'qadigan deb, xudo xolasa uni narxini cho'zib yuborman. Bo'ldi aka, mana 1300 dollar. 1150 dollardan berishadi. Yo'q. Dastlabki qilib, kerak Samarqandga yetkazib berasiz. Bo'ldi, men ham 50 dollardan tushib beraman. Yo'q, 50 dollardan Bo'ldi, o'tdingiz. mana 100 dollardan tushib beraman. 1200 dollardan Samarqandga yetkazib beraman aka. Samarqandgacha 1200 dollardan yetkazib berasiz. Yetkazib beraman. Realni vaqt narximi? Aka, uni o'zini olaman desa kelishamiz. Bo'lish yaliga so'rashsa, narxi o'zgaradi. Ha. Plus minus bo'ladi ozgina. Lekin 1200 dollardan o'zidan qaytish yo'q. Yo'q aka, telefon qilasincha herini ham qilib beraman aka. Chaherini ham qilib Herini berasiz. ham qilib beraman. Ha, baraka akalar, xudo xolasa aloqaga chiqasizlar. Xudo xolasa Husanboy ukamizdan ishlaringni bitirib, ertaga zot yo'nalishiga boshqa tomonlarga, xudo xolasa ekstrer bo'yicha ham liboy tomonlama boqsalaring, qo'ylar arziydigan narsalar, xudo xolasa akalar aloqaga chiqarasizlar. Ekranda nomerlari bo'ladi. Shu Husanboy ukamizga aloqaga chiqsalaring, batafsil yana ma'lumotlarni berishadi. Bir qator qo'yiladi. Obuna bo'lib kuzatsalaring, xudo xolasa telefon qilsalaring ishlaring bitadi. To'g'rimi Husanboy? To'g'ri aka, to'g'ri. Telefon qilasin ishlarni bitiramiz. Like-ni bosib, qo'llab-quvvatlab tursin aka. Like-ni bosib, qo'llab-quvvatlab tursalaring. Husanboy, narxlar qalay bo'ldi? Narxlar o'ta vahima bo'ldi. O'ta vahimasidan bo'ldi. Ammo qo'y o'zingizga ham yoqda. Xudo xolasa o'zimizga ham yoqdan qo'ylar ko'plar Husanboy. Mana taglari ham mana akalar qizarib yotibdi.
Ammo tug'ib qo'ysa-chi bu? Borgancha telefonda kelishib qolsalar tug'ib qo'ysa ham o'shanaqa ketadimi? Tug'ib qo'ysa ham mana shu narxga yetkazib beramiz. Tug'ib qo'ysa ham ana shunaqa yetib boradi. Xudo xolasa akalar aloqaga chiqarasizlar. Akalar videolarimiz xato kamchiliklari bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hammamiz chorvalarimizga Alloh baraka bersin. Hammamiz uyimizda mashina qo'yiladi. Mingtalab, 100talab boqish hammamizga nasib qilsin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.